Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladiganlar, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar, ota-onasi yoki yaqinlari pensiya oladiganlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki pensiya pulini qachon, qanday va qayerdan olish masalasi har bir oilaga bevosita ta'sir qiladi. Kimdir plastik karta orqali oladi. Kimdir naqd pulga o'rganib qolgan, kimdir qishloqda yashaydi, kimdir sog'lig'i sabab bankka bora olmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu xabarni hamma ko'rish kerak. Men avval oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya to'lash tartibida eng muhim masala bu pensiya mablag'ining pensionerga yetib borish usuli, muddati va nazoratidir. Avvallari ko'pchilik pensiyasini naqd shaklda pochta yoki vakolatli xodimlar orqali olardi. Ayrim joylarda pensioner uyida kutib o'tirardi, pul kelardi. Imzo qo'yilardi va shu bilan masala yopilgandek ko'rinardi. Boshqa joylarda esa odamlar belgilangan kunda borib pulni olardi. Lekin amaliyotda turli muammolar bo'lgan. Kimningdir puli kechikkan. Kimdir uyda bo'lmagani uchun qayta kelishni kutgan. Kimdir qaysi kuni to'lanishini aniq bilmagan. Ayrim hollarda ishonchnoma, bank kartasi, ro'yxatdagi ma'lumotlar, yashash manzili yoki hujjatlardagi xatolar sabab to'lov to'xtab qolgan. Endi esa tartib bosqichma-bosqich aniqroq, raqamliroq va nazorat qilinadigan ko'rinishga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Pensiya mablag'i imkon qadar bank kartasiga, ya'ni pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga o'tkaziladi. Naqd pul olish imkoniyati butunlay yo'qoladi deb vahima qilish kerak emas, lekin asosiy yo'nalish shuki. To'lov shaffof bo'lsin, kimga qancha pul tushgani aniq ko'rinsin, ortiqcha navbat, kechikish va tushunmovchilik kamaytiriladi. Men buni pensionerlar uchun ham, davlat tizimi uchun ham muhim qadam deb hisoblayman. Chunki pulning manziliga yetib borishi ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda nozik masala. Ilgari pensiya to'lashda eng katta yuk naqd yetkazib berish tizimiga tushardi. Masalan, bir mahallada 300 nafar pensioner bo'lsa, ularning bir qismi uyda kutardi, bir qismi pochta bo'limiga borardi, bir qismi qarindoshiga ishonchnoma berib qo'yardi. Shu jarayonda vaqt ham, xodimlar resursi ham, xavfsizlik masalasi ham katta ahamiyat kasb etardi. Naqd pul katta miqdorda harakat qilgani uchun xavfsizlik talablari kuchli bo'ladi. Bundan tashqari, pensionerning uyda bo'lmasligi, hujjatining muddati tugashi, imzodagi farq, ishonchnomaning noto'g'ri rasmiylashtirilishi kabi holatlar to'lovni kechiktirishi mumkin edi. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyati shundan iboratki, pensiya to'lovi ko'proq bank tizimi orqali amalga oshiriladi. Pensionerning nomida karta ochiladi yoki mavjud kartasiga pensiya tushiriladi. Bu karta orqali odam pulni bankomatdan olishi, do'konda to'lashi, kommunal xizmatlarga to'lov qilishi, kerak bo'lsa yaqiniga o'tkazma qilishi mumkin. Bu yondashuvning qulay tomoni shuki, pensiya tushgan zahoti SMS xabar keladi. Odam pul tushganini biladi. Avvalgidek bugun keladimi, ertaga keladimi deb kutish kamayadi. Lekin men shu yerda bir muhim ogohlantirishni aytaman. Karta qulay, ammo kartadan foydalanish qoidalarini bilmaslik katta muammo tug'dirishi mumkin. PIN kodni hech kimga bermaslik, kartani begona odam qo'liga topshirmaslik. Telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslik kerak. Birinchi navbatda pensiyani naqd oladigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz hali ham pensiyani pochta orqali yoki boshqa naqd shaklda olayotgan bo'lsangiz, mahallangizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali yoki mahalla mas'ullaridan sizga tegishli tartib qanday bo'lishini aniqlab oling. Chunki hududlar bo'yicha amaliy tartibda farqlar bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda bosqichma-bosqich kartaga o'tkazish faolroq bo'ladi, ba'zi joylarda esa yoshi katta, nogironligi bor yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan fuqarolar uchun alohida xizmat saqlanib qoladi. Ikkinchi toifa, pensiyaga yaqinda chiqadigan fuqarolar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, u hozirdan mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy hujjatlari, pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'riligini tekshirish kerak. Chunki pensiya tayinlangandan keyin to'lovni olish bir masala. Pensiyaning o'zi to'g'ri hisoblanishi esa undan ham muhim masala. Biror korxonada ishlagan davr arxivida ko'rilmasa, ish staji tasdiqlanmasa, ish haqi ma'lumoti topilmasa,
pensiya miqdori kutilganidan kam chiqishi mumkin. Uchinchi toifa, pensiyani boshqa odam orqali oldiradiganlar. Masalan, onaxon o'zi yura olmaydi, o'g'li yoki qizi pulni olib keladi. Bunday holatda ishonchnoma masalasi to'g'ri rasmiylashtirilishi shart. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki to'lov tashkiloti pul bermasligi mumkin. Bu ularning injiqligi emas. Bu pul egasini himoya qilish uchun qo'yilgan talab. Men ko'p ko'rganman, odamlar har oy olib yurardim. Nega bugun bermayapti deb ranjiydi. Sababi ko'pincha hujjat muddati. Karta egasining shaxsan tasdiqlashi yoki tizimdagi ma'lumotlar yangilanmaganda bo'ladi. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 38 yoshli otaxon pensiyasini har oy naqd olgan. Uning pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lsin. Avval u pulni kelgan xodimdan olardi. Endi unga bank kartasi ochilgan. Pensiya tushgan kuni telefoniga xabar keladi. Hisobga 1.100.000 so'm tushdi. Otaxonning o'g'li bankomatdan pul chiqarib berishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim qoida. Karta otaxon nomida bo'lsa, PIN kodni hamma bilib yurishi xavfli. Agar karta yo'qolsa yoki kimdir pul yechib olsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. To'g'ri yo'l otaxon ishonchli farzandi bilan bankka borib, rasmiy tartibda xizmatlardan foydalanishni o'rganishi yoki zarur bo'lsa, qonuniy vakillik hujjatini rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi misol, 7 yoshli pensiyaga chiqdi, lekin uning takazi yil ishlagan korxonasi allaqachon yopilib ketgan. U men ishlaganman-ku deb o'ylaydi. Lekin tizimda hujjat ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Agar tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayadi. Masalan, u 2 million so'm kutgan bo'lsa, hujjatlar to'liq bo'lmagani sabab 1.750.000 so'm chiqishi mumkin. Keyin qayta murojaat, arxivga so'rov, sud orqali tasdiqlash kabi jarayonlar boshlanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya yoshiga yetishni kutib o'tirmang. Oldindan hujjatlarni tekshirtiring. Uchinchi misol, qishloqda yashovchi 75 yoshli onaxonning pensiyasi kartaga tushadi. Ammo u bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Bu holatda vahima qilish kerak emas. Farzandlari unga bank kartasidan foydalanishni ko'rsatishi, bank filialida maslahat olishi, SMS xabarni ulashga yordam berishi kerak. Lekin bir narsani qat'iy aytaman. Telefoningizga kod keldi, ayting, kartangiz blok bo'libdi. Pensiyangizni oshirib beramiz degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bank ham pensiya jamg'armasi ham sizdan telefon orqali karta kodi, SMS kod yoki PIN kod so'ramaydi. Agar sizning pensiyangiz allaqachon bank kartasiga muntazam tushayotgan bo'lsa, karta faol bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Siz faqat to'lov sanasini, kartaning amal qilish muddatini va bank xabarlarini kuzatib boring. Karta muddati tugashiga yaqin bankka murojaat qilib, yangisini oling. Ko'pincha odamlar karta muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa hisob raqamga pul kelgan bo'lishi mumkin. Lekin karta orqali foydalanishda cheklov paydo bo'ladi. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz yoki harakatlanishingiz qiyin bo'lsa, sizning holatingiz bo'yicha alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Buni aniq bilish uchun mahalla tuman pensiya jamg'armasi bo'limi yoki bank bilan bog'lanish kerak. Men bunday holatda hamma albatta bankka borishi shart deb aytmayman. Chunki amaliyotda ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun alohida yondashuv talab qilinadi. Eng muhimi, sizning holatingiz rasmiy ravishda qayd etilgan bo'lishi kerak. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'lovi to'xtab qolsa, bu har doim pul bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlanadi. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmagan, karta hisobida muammo bo'lgan, fuqaroning yashash manzili bo'yicha aniqlashtirish kerak bo'lgan, ishonchnoma muddati tugagan. Pensioner chet elga uzoq muddatga chiqqan yoki tizimda texnik aniqlashtirish ketayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiyani boshqa odam ishlatib yuborish xavfi. Men buni ochiq aytaman. Chunki hayotda shunday holatlar uchraydi. Ota-onaning kartasi farzandda yuradi, pensiya tushadi, lekin pensioner pulning hammasini ko'rmaydi. Bu nafaqat oilaviy, balki huquqiy muammo ham bo'lishi mumkin. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Uni egasining roziligisiz ishlatish mumkin emas. Agar pensioner o'zi boshqara olmasa, vasiylik, homiylik yoki ishonchnoma kabi huquqiy mexanizmlar to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak. Uchinchi nozik jihat.
plastik karta ochish bilan pensiya hisoblash bir xil narsa emas. Ayrimlar menga karta berishdi, endi hammasi hal bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, karta faqat pul tushadigan vosita. Pensiyaning miqdori esa staj, ish haqi, imtiyozlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya turi va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun karta olgandan keyin ham pensiya miqdorini tekshirish kerak. Agar sizga avval 20 million 800 ming so'm chiqishi kerak deb hisoblagan bo'lsangiz, lekin 20 million 450 ming so'm tushsa, darhol aniqlashtiring. 4-nozik jihat chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovlari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, yashash joyi, bank hisob raqami va hujjatlarni yangilash kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda qarindoshlar pul tushmay qoldi deb kutib o'tirmasdan darhol vakolatli organga murojaat qilish kerak. Chet elda yurgan odamning hujjati, telefon raqami yoki bank kartasi ishlamasa, masala yanada cho'zilishi mumkin. 5-nozik jihat, vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda sezgir, lekin muhim mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi davr uchun tushgan mablag'ni ishlatish mumkin emas. Qonuniy tartibda dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros masalalari bo'yicha alohida murojaat qilinadi. Kimdir karta bizda edi, pul tushdi, ishlatdik desa, keyin qaytarish talabi yoki huquqiy muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda eng to'g'ri yo'l FHDG hujjatlari, o'lim haqidagi guvohnoma va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan mas'ul tashkilotga murojaat qilish. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi qadam, pensiya qaysi usulda to'lanayotganini tekshiring. Agar karta orqali tushayotgan bo'lsa, kartaning amal qilish muddatini ko'ring. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, Yo'ngaqchim 26 bo'lsa, bu karta 2026 yil avgustgacha amal qiladi. Muddata yaqinlashsa, bankka borib yangilash kerak. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni yangilang. Pensiya tushgani haqida SMS kelishi juda muhim. Agar karta boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lsa, pensioner pul tushganini bilmasligi mumkin. Bankka borib telefon raqamini to'g'rilating. Buni ortga surmang, chunki xavfsizlik xabarlari ham shu raqamga keladi. Uchinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, shir, yashash manzili kabi ma'lumotlarda xato bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini yangilash zarur bo'lishi mumkin. 4-qadam, pensiya miqdorini solishtiring. Har oy qancha tushayotganini yozib boring. Masalan, yanvarda 20 million 320 ming, fevralda 20 million 320 ming, martda indeksatsiyadan keyin boshqa summa tushgan bo'lishi mumkin. Agar sababsiz kamayish bo'lsa, buni aniqlashtirish kerak. Mayli, shunaqa bo'lsa kerak deb yurish noto'g'ri. Har bir so'mning asosi sulish kerak. 5-qadam, ishonchnoma bilan pensiya olayotgan bo'lsangiz, uning muddatini tekshiring. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda belgilangan boshqa tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Unda kimning nomidan qaysi harakatni bajarishi aniq yozilgan bo'lishi zarur. Pul olishga vakolatli degan mazmun bo'lmasa, bank rad etishi mumkin. 6-qadam. Agar pensiya tayinlanishi arafasida bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan yig'ing. Sizga odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat faoliyatiga oid ma'lumotlar, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotlari, ayrim hollarda harbiy xizmat, farzand parvarishi, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki imtiyozli stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Hujjatlarni papkaga solib, nusxalarini alohida qiling. Raqamli nusxasini ham saqlab qo'ying. 7-qadam. Agar muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiyam 2024 yil noyabr oyidan beri kartamga tushmayapti. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha chora ko'rishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, tashkilot javob berishga majbur bo'ladi. 1-manzil. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lov to'xtashi yoki tiklanishi bo'yicha asosiy ma'lumot shu yerda bo'ladi. 2-manzil, pensiya kartangiz ochilgan bank. Karta ishlamayotgan bo'lsa, SMS kelmayotgan bo'lsa,
bankomat pul bermayotgan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, bank hal qiladi. 3-manzil mahalla. Ayniqsa yoshi katta, yolg'iz. Nogironligi bor fuqarolar bo'yicha mahalla amaliy yordam ko'rsatishi, qaysi tashkilotga borishni tushuntirishi mumkin. 4-yo'l. Davlat xizmatlari markaziy yoki elektron davlat xizmatlari. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, ayrim ma'lumot va arizalarni elektron shaklda tekshirish mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Murojaat qilganingizda hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. Faqat mening pensiyam tushmadi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon, oldingi to'lovlar bo'yicha SMSlar, ishonchnoma, arxiv hujjatlari. Murojaat nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Qancha aniq hujjat bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. Birinchi xato. PIN kodni qarindosh, qo'shni yoki tanishga aytib qo'yish. Buni hech qachon qilmang. Ikkinchi xato. Kartani doim boshqa odam qo'lida qoldirish. Uchinchisi, karta muddati tugaguncha bankka bormaslik. To'rtinchisi, hujjatdagi xatoni yillar davomida tuzatmaslik. Beshinchisi, pensiya kamayganini ko'rib, sababini so'ramaslik. Oltinchisi, internetdagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonib, vahima qilish. Ayrimlar pensiya endi umuman naqd berilmas ekan. Bankka bormagan odam pensiyasiz qolar ekan. Hamma qaytadan ariza yozish kerak ekan degan gaplarni tarqatadi. Men bunday gaplarga ehtiyotkor bo'lishni tavsiya qilaman. Har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l bu taxmin emas. Hujjat va rasmiy javobdir. Xulosa qilib aytsam, pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya pulini aniq, xavfsiz va shaffof yetkazishdir. Ko'pchilik uchun bu bank kartasi orqali to'lov degani. Bu qulaylik ham beradi, lekin mas'uliyat ham yuklaydi. Karta xavfsizligini saqlash, hujjatlarni yangilash, telefon raqamini to'g'ri ulash, ishonchnoma muddatini tekshirish va pensiya miqdorini nazorat qilish har bir pensioner va uning yaqinlari uchun muhim. Men sizdan so'rayman, bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya qanday to'lanmoqda? Karta orqalimi yoki naqd shakldami? Muammo bo'lganmi yoki yo'qmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki men pensiya, nafaqa, hujjatlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.